Bu darsimizda sizlar bilan jadvallar ustida amallar bajarishni ko'rib chiqamiz. Biz bitta tablitsiya qilib olmaymiz, bizga kerak emas. Biz o'zimizdan jadvalimizga moslab olamiz. Demak, jadvalimizda nimadan iborat bo'ladi? Familiya ismi sharifi, lavozimi, keyin aytaylik oylik maoshi yoki bo'lmasam tug'ilgan yili, rasmi degan ma'nolarda bo'lsin. Tartib raqam bo'yicha qilamiz, ya'ni tartib raqami, familiya ismi sharifi, F I O qilamiz. Familiya ismi o'chsa buni qaranglar. Mana bu kichkina bo'lib qoladi, to'g'rimi? Kattartish uchun mana shu yerga bosib, kattartib olsak bo'ladi. Mana kattartib oldik. Endi lavozimi oylik ish haqqi va oxirgisiga esa rasmi. Biz hozir kichkina jadvalcha qilamiz, rasmini alohida qo'yish ustida ama darsimizda o'tib ketamiz. Hozir biz asosan familiya ismi sharifi, lavozimi va oylik ish haqqini yozamiz. Keyin rasmi bo'yicha ishlab o'tib ketamiz. Ketdik. Biz hozirgi paytda bir 2 kishini 3 kishini yozamiz. Tartib raqamiga 1 qo'yamiz. Shunchaki 1 qilib qo'yamiz. Maytga esa yozamiz. Yoqub Shahzod. Pastiga ham xuddi shunday qilamiz. Aytaylik Ahmedov Nodir va past undan keyingisi esa Ismatov Berdiyor bo'ldi. Lavozimi ta'lim bo'yicha mutaxassis, ingliz tili mutaxassisi. Bunga esa dasturlash mutaxassisi qilamiz. Bo'ldi. Endi biz o'zimizga maslab olamiz. Mana uni to'pcha chiqqanda pastga tushirsak, mana bu oyna chiqadi. Shunga zaполнить qilsak, tartib raqam bo'yicha belgilab beradi. Endi biz hozir bu jadvalimizni o'zimizga moslab olamiz. Moslab olish uchun ustunda belgilab, glavnayga o'tib, hammasini sentrga o'tkazib qo'yamiz. Biz endi o'zimizning xohishimizga binoan buni sentrga o'tkazib oldik va qisqartirib oldik. Endi familiya ismi bo'yicha ham xuddi shunday bo'ladi. O'rtaga olamiz, chekkaga olamiz va mana bu feyishni o'rtaga olib qo'yamiz. Lavozim bo'yicha ham xuddi shunday o'rtaga, chekkaga olib qo'yamiz. Buni esa o'rtaga olamiz. Oylik haqqi misol bu inson 4,5 million so'm oladi deylik. Misolda bu esa 6,5 million so'm, bu esa 8 million 100 ming so'm oladi deb hisoblasak, bularni ham xuddi shunday o'rtaga, chekkaga yoki o'rtani o'ziga olib qo'yamiz. Va rasmi alohida tursin, bu rasmi ustida alohida ishlaymiz. Mana bular belgilab, jilni berib olamiz. Bular esa o'zi turaveradi. Hozir nima qilamiz? Yoshlar o'zi turdi, tartib raqam qo'ydik. Ta'lim bo'yicha mutaxassis bunaqalar qo'ydik. Bularga esa ofisda turibdi, xohlasa denejni qilib qo'yib, nastroykaga kirib, buni o'chirib, menga net qilib qo'ysangiz bo'ladi. Alohida turadi mana. Rasmi o'zi tursin. Endi buni biz jadval asosida hammasini belgilaymiz. Qaranglar, hammasini belgilab olganimizdan keyin maytda mana bizga granitsiya qilsak, buni jadval asosida ko'rsatib beryapti. Mana. Bu endi mana jadval bo'ldi. Ko'rganlaringdek biz qisqacha jadval qilib oldik, o'zimizga moslab boshlang'ich darsda o'rganib oldik.